dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'rganda chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari Bolalikdan asov otni egallab, doim safar quchgan Temur bobomiz. 12 yoshida taxtni egallab, yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. Marhumalarga sog'lik, salomatlik, baxtiga ota-onalari sog' salomat bo'lsin. Yurtimiz, vatanimiz tinch bo'lsin. Bolajonlarimiz kelajakda yurtini sevadigan, millatini sevadigan o'qimishli olim, olimalar bo'lsin. Hamisha yurtimiz tinch bo'lsin, bolalarimiz hamisha salomat bo'lib